Tramp Oq uyda favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Eron bo'yicha eng keskin qaror yaqinlashmoqdami? Rossiya va Ukraina urushida eng xavfli bosqich boshlandimi? AQShning yangi qarori dunyoni o'ylantirdi. Zelenskiy 2022-yilda Donbassni berishga rozi bo'lganmi? Sobiq matbuot kotibi shov-shuvli sirni ochdi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Tramp Oq uyda favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Eron bo'yicha eng keskin qaror yaqinlashmoqdami? AQSh prezidenti Donald Tramp 22-may kuni Eron bilan ziddiyat yuzasidan keyingi qadamlarni muhokama qilish uchun mamlakat milliy xavfsizligi masalalariga mas'ul yuqori martabali mansabdor shaxslar bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda manbalarga tayanib CNN xabar berdi. Ta'kidlanishicha, mazkur yig'ilish urushni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishishga qaratilgan uzoq muddatli diplomatik sa'y-harakatlar fonida bo'lib o'tdi. Yig'ilish keyingi harakatlar bo'yicha biror qaror qabul qilinmagan holda yakunlangan. Muzokaralardan hafsalasi pir bo'lgan Trampga harbiy harakatlarni qayta boshlash variantlari taklif qilingan. U shu hafta boshida hujum boshlash haqida buyruq berishiga bir bahya qolganini, biroq Fors ko'rfazi davlatlarining iltimosiga ko'ra o'zini tiyib turganini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, Tramp dam olish kunlari Nyu-Jersidagi golf kurortiga safarni bekor qilgan va Bagama orollarida bo'lib o'tadigan o'g'lining to'yiga bormasligini bildirgan. Buning o'rniga hukumat bilan bog'liq holatlar va Qo'shma Shtatlarga bo'lgan muhabbati sababli Vashingtonda qolishga qaror qilgani ma'lum qilingan. Rossiya va Ukraina urushida eng xavfli bosqich boshlandimi? AQShning yangi qarori dunyoni o'ylantirdi. AQSh davlat kotibi Marko Rubio Shvetsiyada bo'lib o'tgan NATO tashqi ishlar vazirlari uchrashuvi davomida AQSh, Ukraina va Rossiya o'rtasidagi uch tomonlama muzokaralar hozircha amalda mavjud emasligini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, avval Rossiya va Ukraina faqat AQSh vositachiligida muzokara olib borishga tayyor bo'lgan. Shu sababli Vashington jarayonga jalb qilingan, biroq muzokaralar kutilgan natijani bermagan. Rubio AQSh zarur holatda vositachilikni davom ettirishga tayyorligini bildirar ekan, samarasiz muzokaralarda ishtirok etishdan manfaatdor emasligini ham qayd etgan. Shuningdek, AQSh davlat kotibi Vashington Ukrainani qo'llab-quvvatlash siyosatini davom ettirishini ta'kidlagan. Bayonotda AQShning Yevropadagi harbiy ishtiroki masalasiga juda ham to'xtalib o'tilgan. Rubio Qo'shma Shtatlar o'zining global harbiy joylashuvini qayta ko'rib chiqayotganini va Yevropadagi Amerika harbiy kuchlari soni bosqichma-bosqich kamaytirilishi mumkinligini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, bu qaror siyosiy emas, balki strategik va texnik omillar bilan bog'liq. Shu bilan birga NATO tasarrufidagi ayrim AQSh qo'shinlari soni ham qisqartirilishi mumkin. Bu holat hayot sifatiga ta'sir qilyaptimi? Oilaviy hayotda zaiflik, stress va ishonchsizlik olib kelyaptimi? Vulkan erkak kuchi va ishonchining yangilangan manbai. Prostata bezi adenomasi surunkali prostatitdan qutulishga yordam beruvchi ishonchli formula. Atigi 5-7 kun ichida natijasini sezasiz. O'zingizni yengil va ishonchli his eting. Vulkan siz izlagan tabiiy yechim. Zelenskiy 2022-yilda Donbassni berishga rozi bo'lganmi? Sobiq matbuot kotibi shov-shuvli sirni ochdi. Zelenskiyning sobiq matbuot kotibi Yuliya Mendel amerikalik jurnalist Tucker Carlsonga bergan intervyusida Ukraina rahbariyati 2022-yildagi Istanbul muzokaralari va tinchlik kelishuvi haqida bir qator keskin bayonotlar berdi. Mendelning aytishicha, u 2022-yilda Istanbuldagi muzokaralarda Ukraina nomidan qatnashgan odamlar bilan gaplashgan. Menga ular hamma narsaga rozi bo'lganliklarini batafsil tushuntirishdi. Bundan tashqari, ular Zelenskiy shaxsan Donbassni berishga rozi bo'lganini aytishdi, dedi u. Mendel Zelenskiyning hozirgi pozitsiyasi avvalgisidan farq qilishini ta'kidladi. Hozir esa u ko'p millionli auditoriya oldida turib, men Donbassni bera olmayman deyapti. Ko'rdingizmi, u izchil emas, u doimo o'z pozitsiyasini o'zgartirib turadi, dedi Mendel. Mendel Zelenskiyga nisbatan shaxsiy adovati yo'qligini, biroq uni tinchlik yo'lidagi asosiy to'sqinlardan biri deb hisoblashini aytdi. Menda shaxsiy qasosi yo'q, lekin u tinchlik yo'lidagi asosiy to'sqinlardan biri deb hisoblayman, dedi u. Uning fikricha, urushning yakunlanishi Zelenskiy uchun siyosiy jihatdan xavfli bo'lishi mumkin. U urushni davom ettirish va yanada ko'proq pul olish uchun doimo pozitsiyalarini o'zgartirib turadi, deya ta'kidladi Mendel. Mendel Ukraina hokimiyati ichida ham tinchlik kelishuv tarafdorlari borligini bildirdi. Hamma qo'rqadi, Zelenskiyning chegaralari yo'q. Bugun u zaif vaziyatda va uning hukumatida hokimiyat vertikalida tinchlikni xohlaydigan ko'plab odamlar bor, dedi u. Bugun u zaif vaziyatda va uning hukumatida hokimiyat vertikalida tinchlikni xohlaydigan ko'plab odamlar bor, dedi u. Mendel Zelenskiy uni tanqid qilgan odamlarni jazolash uchun frontga jo'natish holatlaridan foydalanishini iddao qildi. Zelenskiy front chizig'idan jazo sifatida foydalanmoqda, u hatto bu haqda ochiq gapirdi, dedi u.
Uning fikricha Ukraina uchun bu omon qolishning yagona yo'li. Ukraina uchun bu omon qolishning yagona yo'li, chunki biz yo'q bo'lib ketish arafasida turibmiz, deya qo'shimcha qildi Mendel. Mendel 2019-yilda Parijda bo'lib o'tgan uchrashuvda Zelenskiy Rossiya prezidenti Putinga Ukraina NATOga kirmasligi haqida va'da berganini aytdi. U Putin bilan shaxsiy muhokama o'tkazgan, unda Ukraina hech qachon NATOga kirmasligiga va'da bergan dedi u. Uning so'zlariga ko'ra, o'shanda Zelenskiy Ukraina hech qachon NATOga yaqin bo'lmaganini ta'kidlagan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.